Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 31-mart 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 15 so'm 21 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2210 so'm 71 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.221.071 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.3% ga oshdi. Yevro 13 so'm 1 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.036 so'm 21 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.403.621 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2.2% ga tushdi. Rossiya rubli 65 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 150 so'm 36 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 150.360 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.5% ga tushdi. Xitoy yuani 1 so'm 59 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1766 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.766.980 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.4% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 25 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 21 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8120 Rossiya rubli 98 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5.0% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.